Ko'pchilik ayollarni soch uzun, aqli qisqa bo'ladi deb o'ylashadi, lekin hamma ayollar ham unday emas. Tariximizda bunga bir yaqqol bir misol bor. Sohibqiron Amir Temur bobomiz Eronga yurish vaqtida Isfahon qamali uzoq cho'zilib, qo'shinni oziqa bilan ta'minlash uchun mablag' yetishmay qoladi. Bunday vaziyatda Amir Temur bobomiz Samarqandga Saraymulk xonimga shu tarzdagi maktubni yozadi. Maktubda shunday so'zlar bayon qilingandi: qo'shinning zaxirasi tugadi, zar yuboring deydi. Mana bunday vaziyatda Saraymulk xonim qanday yo'l tutadi bilasizmi? Maktubning orqa tomoniga "Amirim, zaringiz tugagan bo'lsa, siyosatingiz ham tugadimi?" degan mazmundagi xatni yozadi. Maktub bobomizga yetib borgandan so'ng, bobomiz shundaqangi siyosat tutadi. O'sha hududdagi chorva mollarini suyaklarini yig'dirib, muhr bostirib, tanga puli sifatida foydalanadi. Bu vaziyatdan shu usul bilan Saraymulk xonimning maslahati tufayli qutulib ketadi. Bu videoni ayol qizlarimizga yuborib qo'ying. Bo'ldi. Shu videoni ko'rib Zora miyasi ishlab ketib qoladi.